Naqshini nayt yaxshi etdingiz. Qabul qilindingiz. Rahmat sizlarga. To'g'ri. Siz naqshni nayt yaqinlab aytdingiz. Umid zo'r. Naqshamda musiqalik hissiyotimni yana yaxshi ifodalamay qoldim. Yangi naqshingiz bordir? Yalqınka, ben bu notunu okuyamayman. Özünüz görüp bakan bolsanız. Bo'ladi. Neme degan o'zgacha, puraqliq ohangga. Shundaq. Nayt yaxshi ishlangan ohangga. Buni özünüz ishlaganmi? Yaxshi ahangning ilhomchisi bo'lmasa, qandaqmi yurakni larziga sola olsin. To'g'ri aytdingiz, bundaq esil naqshlar davomli ijod bo'lmayvermaydi. Shundaq Yalqınka. Ondaq naqshlarni voyaga yetkazib etquchilarmi oson chiqmasi kerak. Nayt to'g'ri aytdingiz. Meningcha, biri yaratquchi, biri yashang'uchi bo'lib, ikkisining o'rtaq birlishi san'atni rivojlantiradigan kuch bo'ladi deyman, shundaqmi? To'g'ri, naqshning qiymati uning al ko'nglida qanchalik o'rin olganligida. San'at bo'lsa, odamlarning sezimidan halqib, mehriga ta'sir qilib, ikki kishining taqdirini bog'laydigan qudratga ega ekan emasmi? Shundaq. Musiq san'ati odamlarning ong, tuyg'u, ko'ngil dilig'i emas, balki hayvon, hatto gul giyalog'imi ko'rinmas ta'sir berish xususiyatiga ega. Shuningdek san'at jamiyatga madaniy odamlarni tarbiyalab berish bilan san'atkorlarning musofasini o'stirishda zo'r rol o'ynaydi. To'g'ri deysiz Yalqınka. Biz Uyg'ur xalqi et bayram va boshqa turmushimizdami naqshi musiqidan hargizmi xoli bo'lmaymiz. Shunlash xalqimiz azaldan o'zining butkul turmush faoliyatlarini o'z naqshi chaqchaqlarga singdirib kelgan. Xo'sh, singlim. Bu ijodiy naqshingizning o'ziga xos, sizga boshqacha ta'siri bormi qanday? Mehribon, boyiq muzika kim? O muzikaning ijodchisi mening qalbimning tuguni. Bu naqshi ishqonlarning samimiy muhabbat rishtalarning yo'g'rilgan shahid ekanda, shundaq. U bir talantli san'atkor. Men butun vujudim bilan san'atni suyayman. Mana bu o'rtaqlik bizni bog'lagan. Ammo yashimizning farqi bizni ayirib etdi. Men taqozolik va umid bilan uni kutaman. Uni ehtimol meni savrchanlik bilan kutayotgandir. Şimdi her bir odam hayotda sevgi, g'oya bilan tirik odam hisoblanadi emasmi? Biroq chin sevgi, g'oya, istak, orzularga ba'zi an'anaviy axloq nizomlarimiz sepil bo'ladi ekan. Bu real ahvol. Qisman yoshlarimiz biz yangilikqa ochchaqliq deb örf odat dasturxonida qo'laymi qilmag'idi. Ota-onalarning ko'zicha esil örf odatlarimizga shalloqlik qilyotidi. Shu vajdan ba'zi mutassiblar yot qoidalarni bozorga silyotidi. Bu qisman ahvol. Poklik hamon o'z husnini namoyon qiladi. Aytganingiz kelsin. Siz xat yozib bizning yo'nalishimizni deb berasiz. U yerga keladi. U cho'qim keladi. Biz uni kutib olamiz. Acayip yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kalon boshliqni izlamoqchi edim. A tarafda. Rahmat. Hech qisi yo'q. Bexatarlikka ko'proq diqqat qilinglar. Bo'ladi. Normadan ochiq odam ilyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men sizni bir ishlar izlab kelgan. Nima ishdi? Ayrim desak bo'lamdi. Bo'ladi. Sizlar men qashtiringlar. Boyiq gaplar esinglarda bo'lsin, ha? Bo'ladi. Yaxshi. Mana qishdi. Bizga bir mashina lozimdi. Qanday mashina lozimdi? Mashina cho'ng bo'lmasa-mu, lekin shofiri ishmaydigan bo'lsa, Şoför işmeydiğen bolsa. Ha, şundaq. Hazırki ayollar pochtimiga yerda farq ishmaydigan şoför nadimi topqili bo'lsa. Lekin bizning direktorimizning birinchi sharti mushutdi. Ondig'ini topqili bo'la, lekin u mo'rimasdi.
Unda qo'stek yaxshi. Bizga mo'rmaydigan, ishmaydigan, chekmaydigan, hatto osh yemaydigani bo'lsa-mu yaxshi bo'lar ekanda. Baldiroq bilgan bo'lsam sizga temir shopirdan birini so'qtirib qo'yatdim ekan. Lekin undaqlar sizni zeriktirib qo'ydi-da. Hey, bizning o'makda qiziqchilar degan samanda ular temirnimi xemirdek qilib turdi-a? Shundaqmi? Qani, ishxonaga kirib boraylik. Mayli. Shundaq. 100 biletdan boshqani setib atdik. Meva-chevalarni tayyorlab qo'ydik. Bo'ladi. Shundaq bo'lsin. Sal turib ko'rishaylik. Vaqtincha Nijatni chaqirib keldim. Toshdan fikrini oldinglarmi? Xo'ja besavatni qilyapti. Mana endi xo'shalligimizni oliylarning oldiga keldik. Bugundan boshlab sizlarning sahna duoga mollaq atimiz mollaq. Ishlar o'chib qolib ketsa, men sizlarni ikki qo'llab qarshi olaman. Rahmat. Bu yoqqa. Ular 10 bilet talab qilibdi. Qana qilamiz? Hozircha 5 bilet olib turgan bo'lsa. Hey, Nijat, hozir 5 dan tursan qadaq, ha? Aram 5 mi? 5? Hey, bo'ldi. Mayli. Bula. Hey, Amraka, artispalarni tamoq o'rlashtirib qo'ying. Undan boshqa, shopirga bilet berishni unutib qolmangchi-mi? Ha? Shopir o'yinga kirsa, kallasiga reaksiya qiladi ekan, ha? Bo'ladi. Joyinglarga o'tiringlar. Hey, ma'uratga boshqa o'rlashtirilgan. Boshqalar o'ltiryapmiz, ha? Xotirjam bo'ling. Men bu ishni o'zim hal qilaman. Bo'ladi. Qanday qag'ina? Voy, yaxshi bo'lsa. Qanday olinglar? Obdan qolsa. Qanday bo'lar? Yaxshi turdingmi? Qo'y, boshqalar kelmabdi. Ha, ba'zi bir odamlarimizga bilet bersak qopiladi. Bersak o'zining odamlarini avatida emasmi? Onunğa amalimiz yo'q og'ayli. Qanday qilamiz endi? Maislar mahsizlik ketdi. Qara, Qosim kajamu ketdi g'ana. Hey, ag'ina. Biz asosiy tomoshabinjimi, ha? Biz joyimizda o'tirib olaylik. Mening yordamim kerak emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ijozatdanmi? Yaxshi turdingmi? Qanday ishlar o'ngishliqmi? Herhalde xudo xohlasa. Qiyinchiliklar bo'lsa, men xabar qil. Bo'ladi. Bu yoqqa kela. Ular biletni qaytiramiz deb atdi. Akila. Hey, Bo'ldi. Men yesam. Buni tutdi. hey, Men o'rnimga qo'yib o'tiray. bunda qilsam qanday bo'ldi? Hey, bo'ldi, ishni qilayba. Qani o'tiringlar. Amra bulamaydigan bo'ldim. Kızım, be çankçılık koymaymış. Yüzünüzde niminde set boyu aldınız. Bo'lmabdi ma? Bombaydı. Kepterlerim, dendelerim. Dikkat kılınla. İsam aka, bugün hem işini sana tapşırdım. Hazırcan bul. Malaga men mesul. Kağıllarını da özen uçuruver. Ma'qul. Bo'ladi og'aylar. Valla, undaq bo'lsa bugun umid sizlarda qoldi. Birinchi topni yaxshi ataylik. Bo'lamdi. Esamkamli bo'ldigan bo'lsa, bizdan xotirjam bo'ling. Qanday? İsamkamga obdan rahmat inshaalloh. Mullakçı, kanat kuyruğunu çize. Bulmuşsa mullakla hata itip koysa. Bisamki, xotirjam bo'ling. Sizmoqi, mo'llik tuqilg'il. Nerede qolgandi endi? Hey, mening burtum qani, burtum, ha? Hey, Chechamaja bo'lmaydi. tazdimi? Çapınım. Yine çapınım Hey, ag'illa. Ay, Mehmon. Meni oyog'im ko'rinmaydi-ku. Akalar, meni oyog'im. Aka, meni oyog'im. So'ra qila. Meni oyog'im tursin-ku. Hazimi bir. Tez bo'linglar, tez. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarimiz.
barliq artistlarning cho'qur minnatdorligimizni bildiramiz. Ko'pchilikka rahmat. Hozir ömigimiz tarafidan uyushtirilgan Yavu Kaptalar Parvozda nomli naqsh usul kechirgimizni rasmiy boshlaymiz. O'zining yaqinlik ahangi bilan ömigimizga qabul qilingan mehribonlik o'rinlashida har qaysimizning huzuriga bir necha naqshlarni taqdim qilmoqchi. Qani mehribon, sahning marhamat. Direktor, zalning ichi liqqida odam. Nayt yaxshi bo'pti. Qiziq ish. Parda ochilganda zalda 5 necha odam bor edi. Keyin bizda 600 biletdan eshib qolgani, oran 50. Keyin bir odam biletni o'chirib tutib oldi. Pay baqning haqida 2 so'm deb setib yuridi. Nima? Bu oradan boshqa bir odam kelib, uning qo'lidagi biletning hammasini setib oldi. Uni yetim bolalarga beribdi. Ular hammasi keldi. Kimkan u? Kim bo'ladi? U sening dada. Voy. Nima ish bo'ldi? Ne bo'ldi? Hech nima. San'atkor bo'lganligimdan pek hayajonga ketyapman. Sizlarga rahmat, xalqimga rahmat. Abra, nodar keldi. Mana. Buni sutura. Birinchi qadam har holda o'ngishli bo'ldi. Shunda qadash. Safar oldinglarda. Sen boshliq, bu Yav Kaptalarning buningdan keyin bo'ron chapqaloq duch keldiganligini o'ylab ko'rdingmi? Hukumat bor, sizlar bor. Oldin qolsa biz Yav Kaptalar har qanday bo'ron chapqanda qanot quyruqlarimizni yetildirib olamiz. Rost desa ag'ina, Qosim Kojangning fikrini angladingmi? Anladim adash, anladim. Ma'qul ag'ina, ish bo'lsa aloqalashamiz. Bo'ladi, rahmat sana. Ma'qul. Oy, assalomu alaykum Isamka. Va alaykum assalom. Tinchlik muhka. Yaxshi turibsiz. Salomatingiz yaxshi muhka. Assalomu alaykum. Yaxshi turibsiz. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Shunda qilib, uchadigan bo'ldinglar. Uchadigan bo'ldik, muhka. Isamka, sen qaytib kelgach, Yav Kaptalarni o'zingizda qilib, hujum qilasizda. O'zimda qilichchi tuxumni bostirishim kerak. Biroq qirg'anda chiqaramay falaq qilib qo'yaman deb asrayman. Nimadan asraysiz Isamka? Zamon taraqqib ketdi. Shuni siz to'kti chiqasingizda bo'lmadimi? Xotirjam bo'linglar, o'zi bir taraf qilgan bo'ldi-ku. Qani Isamka, marhamat. Qani. O'yla. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Og'ila, qo'shin tayyor bo'pti. Mang'ash turayli. Hey balla, tez bo'linglar. Vaqt o'tib ketdi. Baldı. Yav Kaptalarni qadaq bola qadirganligini bir ko'rib qilinglar. Mang'di. Chiqdi. Bo'ladi og'ila. Aqida qilib qoldi. Mening asraydig'im faqat ixtisob. Xotirjam bo'l. Bir amal o'qila, ansirma. Xo'shamsa. Xayr, xo'sh. Xo'shamsa, xo'sh. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Xo'sh, ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Ma'qul.
Ma u yerda o'ltirsam bo'lamdi. Shuni so'rash ketamdi. Sen ularga o'xshamaysan. Qani o'ltir, rahmat. İşte, g'alayatini qo'ydingmi? Nima qilay deysan? O'yin qilib olmaymizmi? O'yin qiladigan bo'lsak ham emas. Bu degan pirliq sanduq. Pirliq sanduq? Valla, biz pirliq sanduqqa tushib qoldik emasmi? Agar sanduqdan tushadigan bo'lsak, g'alati maxluqqa o'xshab qolibmizdanglar. G'alati bo'lamiz deki. Majuj bo'lmasang bo'ladi. Hey, buni kaptandan gap qila. Semishga qara. Rahmat sizga. Bo'ldi. Yelim og'rib qapti. Bo'ldi, rahmat sizga. O'zingiz chaqaydiring. Bo'ldi. Hey, maymun, qo'lingdagi sumkani sana. Bo'lmasa Filipika. Ma'qul. Qilinglarchi. Bak. Men chiqib o'tay. Bak. Qata, xo'p bo'ldi bu, ha? Bir-birini yo'liqdimi neymi? Gundubayning o'zi u. Hey, to'g'ri deysiz. Ora qishmaydigan ekeldim deb tarak turdun. Bir ne kapsiz-ku. Sening bilan bizli bo'ladi ekanmiz. Uni bundoq ketaverishiga ishonmayman. Men qara. Yechilmaydigan sir yo'q. Yeshilmaydigan tugun debdikan. Rost. Canım kız. Hey, topşak kız, sana gap qilyaptimi? Hey. Hangi qilyapti? Hey, qarorroq gap qila. Mening burtim bajimi? Hey, petak burut, so'lyo chash. Ha, mantiqavalni chiqishtirib o'tamamsa. Qizliq gap qilgan ekan bu. Hey. Eliqi yanqinma degan naqsh etmamsan? Hey, uni yanqini etkizib nima qilatding, ha? Hey. Sho'brustam, o'sha yangoq chaqadigandan baqo. Biz ikkimizda qoldik. Hey, sen bir maymunmi yetatding-ku? Mushimi sening xilingdimi? Bularning tipi bir. Biroq darajasi o'xshamaydi. Mavsi qip-qizil maymun. Havusi bo'lsa, sal qizilroq maymun. Tova. Va qopava. Bir obdan bola deb yuribdim mana mani. Asli bir qizil maymun ekan emasmi? Hozir boshlaymiz. Jim turma. Usta. Men baqo. Maymun usul salama. Maymunni qarab turing ha. Hozir boshlaymiz. Boshlaylik. Appak toshqonlar sayda o'ynaydi. Ustam, o odamlarni emas, qallanimi usul talalaydi. Endi men qoldimmi? Qandoq nima u? Ha, meni laqmim dapaga. Xafa bo'lma. Ular sizni zerikib qolmasin deb chaqchaq qilyapti. Hech qisi yo'q. Men zerikishni faqat bilmayman.
Bu bir nimalar birdam maymunga, birdam o'chga o'xshab tursa, ahvoldan qaraganda bu mashinani noyiga emas, jangalga haydab olsam bo'g'idek. Free for access.